Hayotda o'z o'rnini topish inson uchun juda katta ahamiyatga ega. Biz bu haqda juda ko'p kitoblar, juda ko'p ko'rsatuvlar, YouTube lavhalari borligini bilamiz. Albatta hammamiz buni doimiy ravishda ko'rib boramiz, lekin hech birimiz bu narsa ustida chuqur ishlamaymiz. Xo'p, bugun siz bilan nima uchun hayotda o'z o'rnimizni topish bu qadar ahamiyatli ekanligi haqida gaplashamiz. Ya'ni men sizga qanday qilib o'z o'rningizni topish haqida emas, uning bizga nima uchun kerakligi haqida o'rlarim bilan bo'lishmoqchiman. Bugun barchamiz, bugungi kunda barcha yosh-u qari kundalik tashvishlarni ortidan quvib yashaydi. Va biz o'z hayotimizni o'z nazoratimizdan chetda qolib ketayotganini hattoki payqamaymiz. Natijada biz hayotimizni emas, o'sha kundalik tashvishlar bizni boshqarayotganini bilmay ham qolamiz. Xo'p, unda biz nima yutqazamiz? Biz hayotimizni boshqarganda biz o'z orzularimiz, maqsadlarimizga ustuvorlik berib, kunimizni tashkil qila olamiz. Hech bir inson ishonchim komilki, har kuni yoki bir kun oldin, juda ko'pchilik ishonchim komilki, har kuni yoki bir kun oldin yoki bir hafta oldin o'tirib, o'zini qiladigan ishlarini rejalashtirmaydi. Barcha harakatlar ulgurish doirasida, ya'ni buni ulgursa, keyingisini ulgursa, undan keyingisini bajarish orqali hayot tashvishlari bilan kundalik hayotimiz o'tib ketaveradi. Natijada biz keyinchalik 40 ga borganda yoki undan oshganda 40 yoshlar atrofida har bir insonda meni hayot yo'limni katta qismi o'tdi, balki 3 dan 2 qismi o'tdi. Endi bundan keyingi hayotimni qanday yashayman? Bungachasini to'g'ri yashadimmi? Bungachasidan rozimanmi? Yo'q. Juda ko'p holatlarda insonlar bosib o'tgan yo'llaridan norozi. Chunki ularni yo'lga soladigan to'g'ri ustoz topish olmagan, ularga to'g'ri maslahat beradigan insonlarni topish olmagan, o'zlari bosib o'tib hozirgi kunda qilgan xulosalari endi ularga yechim emas, chunki ularda vaqt yo'q. Orqaga qaytadan ta'lim olishga, qaytadan to'g'ri kasb tanlashga, hayotini to'g'ri tuzishga ularda endi vaqt yo'q. Endi oilani boqish kerak, kundalik xarajatlar uchun pul topish kerak, yugurish kerak. Shu bilan hayoti umrini oxiriga yetganda odam o'ylanib qoladi, men qanday yashadim? Mana shunday pushaymonlik 40 yoshdan keyin odamlarda hosil bo'ladi. Bu esa odamlarni tushkunlikka olib keladi. Bundan keyingi hayotini qanday to'g'rilashni bilmasdan yana hayot tashvishlari bilan hayotida davom etib, juda tez mana shunaqa holatlar takrorlanib turadi. Xo'p, bu narsa insonga qanday tashvish yoki zararlar keltiradi? Birinchidan, bu inson hayotidan rozi bo'la olmaydi. Hayotidan rozi bo'lmagan inson har kuni tong otganda uni motivatsiyasi yo'q. Endi u shunchaki o'zini majburlash va shunchaki mas'uliyati borligi uchun ovqat pishirishim kerak, kir yuvishim kerak, ilojim yo'q, kattalar bor, uyat bo'ladi va hokazo, men erkak kishiman kabi majburiyatlar bilan o'zini ertalab to'shakdan ayirib oladi, o'z kunini majburan tashkil qiladi. Bu eng katta baxtsizlik. Biz biznes haqida gapiramiz, lekin bilishimiz kerakki, o'sha katta biznesmenlar, katta muvaffaqiyat egalari o'zlariga qachonlardir men hayotimni qanday yashab o'tsam, o'shanda men pushaymon bo'lmayman degan savolga javob topa olgan insonlar deb bilaman. Ular o'z maqsadini, o'z hayotini, kelajagini to'g'ri tasavvur qilib, ya'ni qanday o'zlari xohlasa shunday tasavvur qilib va shunday hayot qurishga harakat qilgan insonlar. Ularga kimlardir qachondir sen yurist bo'lsang yoki shifokor bo'lsang yoki tikuvchi bo'lsang yoki bo'lmasam uy bekasi bo'lib o'tirish kerak ayol kishi yoki erkak kishi pul topish kerak, o'qish shart emas, har xil fikrlarga bo'ysunmagan insonlar hisoblanadi. Misol uchun siz aytishingiz mumkin, xo'p, men endi 35 yil, 40 yil hayot qurib qo'ydim. Endi orqaga qayta olmayman, hayotimni yangitdan boshlay olmayman deyishingiz mumkin, lekin unday emas. Ishonchim komilki, siz bugun
o'zingizni alohida bir xonaga yoki hech kim yo'q bir joyga olib 1 soat 2 soat o'zingiz bilan qolib ketishingiz kerak. O'shanda siz majburan bir qog'oz va ruchkani olib o'shanga yozishingiz kerak. Men hayotimdan mamnunmanmi? Mamnun bo'lmasam qanday hayotdan mamnun bo'lardim? O'sha hayot uchun agar 10 yil 15 yil orqaga qaytsam nima qilgan bo'lardim? Mana shunday qilib siz o'z xohishlaringiz, asl istaklaringizni o'rganib, endi men to'g'ri 10 yil 15 yil orqaga qayta olmayman, lekin menda 10 yil 15 yillik hayot tajribasi bor. Endi men 5 yil o'qimayman. Endi men yarim yilda, 1 oyda, 3 oyda nimanidir o'rganib o'z hayotimni yo'lga qo'ya olaman deb keyin qandaydir tadbirkorlik, qandaydir bir bizneslar bilan shug'ullanish haqida o'ylashingiz mumkin. Lekin ungacha men faqatgina farzandlarim uchun yashashga majburmanmi? Men faqatgina turmush o'rtog'imni ishini qilish bilan hayotimdan rozi bo'lamanmi? Qaynona qaynonta xizmatini qilish orqaligina men to'la to'kis hayot kechira olamanmi? Men jamiyat oldida o'zimni qandaydir majburiyatlarni qilsam, men shu hayotimdan mamnun bo'lamanmi? Albatta siz bu savollarni barchasiga o'zingizga o'zingiz javob berganda yo'q deb javob berasiz. Qachonki siz o'zingiz baxtli bo'lsangiz, qachonki siz o'z hayotingizdan rozi bo'lsangiz, o'z hayotingizda o'zingiz xohlagan ishlarni qila olsangiz, sizda pozitiv energiyalar oqimi, jismoniy kuch, har xil kasalliklarni oldini oluvchi tanangizda bir pozitiv ruhiyat, ya'ni juda ko'p kasalliklar ruhiyat orqali kelib chiqadi. O'sha ruhiyatingiz yaxshilanadi, jismonan yaxshilashasiz, uyqungiz yaxshilashadi, ertaga keladigan kunni og'ir qabul qilmaysiz va hokazo. Siz haqiqiy har tomonlama baxtli insonga aylanib borasiz. Ana o'shanday inson ham o'zini hayotini, ham farzandlari, ham yaqinlariga ham foydasi tegadi, ham ularning hayoti uchun, kelajagi uchun kuch beradigan, yo'l ko'rsatadigan insonga aylanadi. O'zini baxtli qilish orqali boshqalarni ham baxtli qiladi. Shuning uchun azizlarim, sizga ikkita tavsiyam: siz o'zingiz bilan yolg'iz qolib, hayotingizni, o'zingizni, orzularingizni tahlil qiling va mening bir yaxshi ko'rgan instrumentim, hayotingizni boshqaruvini o'z qo'lingizga oling va unda har kuni siz uchun eng muhim bo'lgan ishni birinchi qilib, qolgan ishlarni idish yuvish, pol artish yoki non olib kelish kabi ishlarni ikkinchi o'ringa qo'ysangiz, o'shandagina siz maqsadingizga tezroq yetishib, ham o'zingizni, ham boshqalarni baxtli qila olasiz. Bundanda yaxshi kontentlarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.